Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay Təşqi İşlər Ministerliyi Amerika dini işlərini bahane qılıb içki işlərimizə aralashishni to'xtatish kerak degan. Xitoyning tashviqot koniyi Yer shari vaqti xabar to'rining 1-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning dushanba kuni Jungo Amerikaning xalqaro diniy erkinlik to'g'risidagi saxta, yolg'on tashviqot bilan to'lgan dalilsiz atalmish doklatiga qarshi turdi hamda Amerikani bu harakatlarini to'xtatishga chaqirdi. Amerikadan diniy ishlarni bahona qilib, ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishni talab qilamiz degan. Amerika 2023-yillik xalqaro diniy erkinlik dokladida Xitoyni yana bir qatim asosliq nishon qilib, irqiy qirg'inchilik va yahudiylarga o'chmanlik bilan ayblagan. Maning bir qatimliq muxbirlarni kutib olish yig'inida doklad Jungoning diniy siyosatiga zid. Jungo hukumati fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligini qonun bo'yicha qo'g'daydi. Jungodagi har millat kishilarining qonunda belgilangan diniy e'tiqod erkinligi to'liq kafolatlantirilgan. Jungoda 200 millionga yaqin e'tiqodchi omma, 380 mingdan ortiq diniy xodim, taxminan 5500 diniy gruppa va diniy faoliyatlarga tizimlangan 140 dan ortiq o'rin bor. Irqiy qirg'inchilik tashabbusi Amerika tarqatgan yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. 1953-yildagi tunji qatimliq nupus tekshirishdan 2020-yildagi 7-qatimliq nupus tekshirishga qadar Şinjandagi Uyg'ur nupusi 3 million 6076 dan 11 million 6243 ga ko'paygan. Biz Amerikani paketga hurmat qilishga, xatolikni tuzatishga va atalmış diniy masalalarni ishlatib, Jungoning ichki ishlariga aralashmaslikni talab qilamiz degan. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga qattiq raddiya berdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Kultur, ta'lim, tarbiya va diniy ishlar ministri Adil Abdumat qarshilik ko'rsatib, ijtimoiy axborot vositalarida Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning yolg'on tashviqoti va rayimsizlarcha mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik, shundoqla ishg'oliyat qilmishini qattiq ayblaydi. Sharq Turkiston bo'lsa ishg'ol qilingan davlat, Xitoyning ichki ishi emas. Beyjingning diniy e'tiqod to'g'risidagi xato bayonlari reallikni aks ettirmaydi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa turk musulmonlari diniy e'tiqodi sababidan turmalarga qamalgan. 16 mingdan ortiq masjid chiqib etilgan. Biz xalqaro jamiyatni Xitoyning xato bayonlarini rad qilishga, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini e'tirof qilishga, Sharq Turkiston xalqining erkinlik, adolat va mustaqillik uchun qilayotgan kurashlarini qo'llashga chaqiramiz. Amerikaning xalqaro diniy erkinlik doklati Xitoyning vahshiyligini nihoyatda yaxshi aytib bergan. Xitoyning hisob berishini talab qilish va Sharq Turkistonning adolatni qo'lga keltirib, izzat hurmatini qo'g'dash ko'rishini qo'llash intayin muhim dedi. Amerikaning navbatdagi vaziyati Amerikaning bexatarligiga tahdid olib kelgan. Washington vaqti xabar to'rining 26-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning peshqadam dengiz armiyasi istixborot xodimi chorshanba kuni qurultoyga Amerika istixborot tashkilotlarining 40 yildan beri Xitoyning tahdidini bartaraf qila olmaganlikdan, Amerikaning navbatdagi vaziyatining Amerikaning bexatarligiga tahdid olib kelganligini aytgan. Pensiyaga chiqqan dengiz armiya yuzbashi James Fennell Xitoy Kompartiyasi strategik aldamchilik va siyosiy urush ishlatib, axborot amaldorlari shundoqla ijroiya tarmoqlarining tadbir belgilaguvchilarini Xitoyning tahdidi yo'q deb yolg'ondan olganligini aytib, necha 10 yil mobaynidagi Xitoy Kompartiyasining xato yetaklashi natijasida Xitoy Xalq Jumhuriyatining kun sayin kuchayotgan mavjud tahdidiga sal qaraldi. Bo'libmi Davlat mudofaa ministrligi va axborot jamiyati Xitoy Kompartiyasining sarxillarni tutish, aldash, xato tashviq qilish va tashviqot programmalarini ustulik bilan ishlatish qatorliq usullari bilan aldandi. Texmi chatoq yeri rahbarlarimiz harbiy kuchlarimizni, jamiyatimiz va iqtisodimizni yo'qotishda zarur bo'lgan harbiy, iqtisodiy va texnika taraqqiyotiga yordam berdi degan. Avom palatasi nazorat qilish va javobgarlikni surishtirish komiteti oldidagi bu ifoda bu komitetning Xitoyning Amerikaga qaratgan siyosiy urush harakatini tekshirgan ikkinchi qatimliq isbot anglash yig'inida o'ttirg'a qo'yilgan. Komitet raisi James Comer Amerika xalqi Xitoyning Amerikaning turmush usuliga eng chong chet el tahdidi olib kelganligini to'nib yetdi degan. Kentucky Cumhuriyetçisi ammo asandagi federatsiya organlari Beyjingning tajovuzchilik siyosiy urush harakati olib berayotganligini tushunadi. Oxirgi nishon aniq, Amerikani ojizlashtirish va mag'lub qilish. Amerika hukumati ozodlik armiyasini to'sish va mag'lub qilish uchun kerakli qurollarni tezlikda ishlab chiqargandan boshqa
Xitoyning Amerikaning mudofaa ishlariga buzg'unchilik qilayotgan siyosiy urush harakatlariga qarshi turishni boshlashi kerak degan. Kapitan Fanel yana Okinawadan Guamgacha, Honolulugacha, G'arbiy dengiz qirg'oqidan Amerikagacha Xitoy bilan to'qinish xavfining kun sayin kuchayayotganligini, bu ikkinchi dunyo urushidan buyon ko'rilib boqmagan to'qinish bo'lganligini aytgan. Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakatlari diplomatlarni nishonlab, ularning Beyjingdagi hokimiyatga bo'lgan ko'z qarashini yumshatishga uringan. Xitoy vakolatchilari yana Beyjing mablag' solgan ommaviy tashkilotlar yoki jamiyatni asos qilgan jamiyatlarni qo'llanib, Amerikada maxfiy harakat elib borgan. Ba'zi ahvollarda jamoat xavfsizlik ministrligi, partiya, soqchi va bexatarlik organi tarafidan kontrol qilindi ekan. Hammani o'ziga tava qilib oladigan tajovuzchi Xitoy hokimiyati tuproq elementlarini davlat mulkiga tava qilib olgan. Beyjing yangi belgilama chiqarib, bexatarlikni qo'g'dash nomida tuproq elementlarining davlatga tava ekanligini belgilagan. Tizimli xabar torining 1-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy hukumatı oz uchraydigan tuproq elementlarini qazish, tavlash va sodani boshqarishga oid yangi belgilamalarni tasdiqlagan. Bu oldingi qatordagi yerim o'tkazgich, elektr motori va shamol turbinasida ishlatiladigan halqiliq mineral moddalarni o'z ichiga oladi ekan. Buning Amerika bilan bo'lgan texnika urushida bir o'q bo'lib qolishi mumkin ekan. Xabarlarga qaraganda, bu belgilama oz uchraydigan tuproq 17 mineral gruppasini Xitoy davlatining mulki deb aniqlama bergan bo'lib, hech qanday tashkilot yoki shaxsning ularni talab qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlagan. Xinhua agentligining rasmiy xabar qilishicha, Davlat kengashining bosh ministri Li Qiang 29-iyun buyruqqa imzo qo'ygan bo'lib, bu buyruq 10-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi ekan. Nikkei Asiyaning aytishicha, Xitoydagi yer osti boyliqlari allaqachon davlatga tava bo'lib, oz uchraydigan tuproq elementlarini qonunsiz qazish va eritish xususiy egilikda yuz berganligi ma'lum. Beyjingning ularga bo'lgan kontrollikni kuchaytirishi mumkin ekan. Bu belgilamada yana oz uchraydigan qonunsiz to'piq qazish va tavlash harakatlarini jazolash qaror qilingan. Strategik va xalqaro tadqiqot markazining sonliq ma'lumotiga qaraganda, Xitoy dunyodagi oz uchraydigan to'pining 60%ni ishlab chiqarsimi, 90%ga yaqin pishiqlab ishlashga, boshqa davlatlardan kam uchraydigan to'pni import qilishga va uni bartaraf qilishga mas'ul ekan. Psixolog Stanley Milgramning insonlarga bo'ysunish hodisasini tekshirishga bag'ishlangan mashhur tajribalaridan ma'lumki, 80% odam siyosiy doiralarning buyrug'iga, hatto u qonunsiz bo'lsa qarshi turmaydi. Shunga faqat 20% odamlar tanqidiy tafakkur iqtidori va axloqiy jasorat bor deb qarashga bo'ladi. Uning bu tajribalari 20-asr psixologiyasidagi eng muhim tajribalar deb qaraladi. Bundan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ilib berilishini tushunishga bo'ladi. Ammo bu qirg'inchilikda yana Xitoy aholilarida Uyg'urlarga qarata uzoq yillik tashviqot orqali qo'zg'atilgan kollektiv o'chmanlik, Xitoylarda tarixdan beri yetilgan ijtimoiy adolat tuyg'usining ojizlab ketishi, ularda uzoq yillik siyosiy mustabidlikda yetilgan axloqiy jasoratning yo'qolishi va madaniyat zo'r inqilobi ko'rilgan, rag'batlantirilgan va keyin besilingan kollektiv xo'rlash asabiyliklarining qo'yib berilishi qatorliq sabablarmi bor. Buningdan yana shuni ko'rib olamizki, birinchi, nupuzning xalqni aymindirish va qo'rqitish kuchi bo'ladi. Ikkinchi, shunga mutlaq ko'p odam uningga qarshi chiqishga petinolmaydi. Hatto uning xatoligi va adolatsizligini bilib tursimi, shundaqla ko'pinchisi yuqoridan berilgan buyruqni shartsiz va bajonidil ijro qilishga moyil keladi. Ular o'ziga tushirilgan buyruqning qonuniyligi va axloqqa uyg'unligini surishtirib ketmaydi. Üçüncü, ko'plagan odamda empatiya, ya'ni o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib, ularning sharoitini ularning nuqtasidan turib ko'ralish iqtidori bo'lmaydi. Shunga agar ular zulmkorlikqa selinsa, zulmni bajonidillik bilan oshirib qiladi. Ularda qilmishlarining oqibatiga bo'lgan oldin ko'rish va axloqiy tasavvur kamchil bo'ladi. To'rtinchi, eng qo'rqinchlisi bundaqlarda qilgan xatoligiga qarata o'ylanish, pushaymon qilish va hatto gunoh tuyg'usida bo'lish kam ko'riladi. Beshinchi, har qanday bir zo'ravon rejim hokimiyat yurgizishda qo'l ostidagilarni boshqarishga va jazolashga ham sodiqlarni mukofotlashga tayinadi. Ammo texmi muhim va diqqatdan qochar nuqta shuki, izilguvchilarda o'zining sharoitiga qarata tanqidiy tahlilning va uningga qarshi chiqishda kam bo'lsa bo'lmaydigan axloqiy jasoratning ojizligi ularni izilishda uzoq tutib turadi. Shuningdek, azuvchilar izilguvchilarni bir-biriga sep qo'ysa, boshqarish texmi o'ng'ay bo'ldi.
Agar ularning ichidagi oz sondagilarga ko'p sondagilarni ezish fursati va huquqi berilsa, ularning vahshiyligi ko'p hollarda hatto ezguchilarni hayron qoldirdi. 6. Dal mushu sababli nurg'un qonunsiz va ezguchi rejimlar va hukumatlar oldirab yiqilmaydi. 7. Shuningdek, mutlaq ko'p qism odam dunyoning kimlar tarafidan yoshirin boshqarilayotganligini bilolmaydi. Chunki ularda ko'zi ko'rayotganlari va quloqi anglayotganlarining orqasidagi reallikni tanqidiy ko'z bilan ko'rish iqtidori bo'lmaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandining yozmalaridan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.